Hammaga salom. Bu videoda biz BIOSda yoyilmasi va BIOS nimaga kerakligini ko'rib chiqamiz. BIOSning to'liq nomi Basic Input Output System. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, asosiy kirish-chiqish tizimi. Shunaqa tarjima qilinadi o'zbek tiliga. BIOS kompyuterlar yoqilganda birinchi bo'lib ishga tushadigan dastur bo'lib, u qurilmaning barcha asosiy qismlarini, to есть protsessor, RAM, klaviatura, disklar va boshqa narsalarni tekshiradi va operatsion tizimga yuklashni boshlaydi. Agar buni oddiy, sodda tilda ko'rib turib tushunadigan bo'lsak, bu tasavvur qilinglar, sizlarda hamma narsa bor. То есть, masalan, videokarta, ya'ni videokarta, protsessor, SSD disklar, operatsion xotiralar, RAM, PAMlar bor. Siz kompyuter tayyor yig'dinglar, o'zlaring просто chiroyli qilib, cho'tka qilib yig'dinglar. Kompyuterda yoqish tugmasini bossanglar, kompyuter yonmaydi. Nimaga desalar, sizlar просто simlarni suqib qo'ygansizlar, tokka suqib qo'ygansizlar, bo'ldi. Uni ishga tushiradigan tizim yo'q, tushunyapsizlarmi? Как-то programma yo'q. Masalan, Telegram bu programma, to'g'rimi? Yozib, bemalol xabarlashib yozisha olasizlar do'stlaring bilan. BIOS tizimi esa, то есть bu BIOS xuddi shunga o'xshagan qurilma, faqatgina bu o'sha kompyuterda zapchastlarni birga bog'lab ishlatadigan narsa, tushunyapsizlarmi? Bu eng tagida yotadi. Bu kompyuterda bo'ladi, telefonlarda bo'lmaydi. Bu kompyuterda eng tagidagi sistema. Agar bu sistema bo'lmasa, umuman kompyuter ishlamaydi. Bu Windows bo'lsa, Windows'ni pastida turadigan narsada, Windows'ni ko'tarib turadigan narsa. Agar buni uy shaklida anaqa qiladigan bo'lsak, BIOS bu beton, Windows bu просто anavi g'ishtda qurilgan uyi, to есть joyi, tom bu bizni ishlatadigan joyimiz bo'lsa, то есть tom bu Telegram, Instagram, YouTube'lar bo'lsa, bu BIOS eng fundament. Busiz bo'lmasa, mana protsessorimiz umuman tushunmaydi nima qilishni, nima vazifasini bajarishni, yoq-bu yoq qilishlarini umuman tushunmay qoladi. Shuni hisobiga bizga BIOS kerak. BIOS ko'rinishi bilsalaring agar, ko'rgan bo'lsalaring kerak, bu ko'k ekran. Bu уже mana shu bemalol kirib mana yoqda to'g'rilasalaring bo'ladi, o'sha protsessor, videokarta va boshqa narsalarda. BIOS'da vazifasi shu. Bizning kompyuterimizda yoqib beradigan narsa. Eng birinchi bo'lib BIOS tushadi. Agar BIOS bo'lmasa, kompyuterimiz umuman ishlamaydi. O'sha protsessorlar, videokartalar nima vazifani bajarishi kerakligini bilmay qoladi. Именно BIOS nima qilishni aytib turadi. Hammaga rahmat. Bugungi mavzumiz shu BIOS haqida edi.